Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Odam juda ham ko'p. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, deyarli ayollar hammasi arabiy ayollar, hind ayollari, Pokiston ayollari. Bilib bo'lmaydi, endi yuz ko'rinmaydi, niqob taqishgan. Niqob taqishlarining sabablaridan biri asosan bu ikki haram bilan bog'liq. Nimaga? Haramda ayollar ko'p bo'ladi, ana shuni hisobiga. Erkaklarni jalb qilmaslik uchun, birovning mahrami, mana shu mahramdan tiyilishlik uchun ham niqob taqishadi. Sabablardan biri shu, niqobniki. Soat kechasi 12 bo'lyapti. Madinada, arab mamlakatlarida kun issiq bo'lgani uchun almashib qolgan. Shunaqa. Tomoq yo'q, tomoq. Odatda nima deydi? Makkaga, Madinaga keladigan odamlar har doim hoji qilib, nima deydi? Eli boshlar tayinlardida, sovuq suv ichmanglar, ko'p hojilarimiz tomoq og'rib qoladi. Meniki zamzam ichganimdan emas, sovuq suv xolajeyni ichganimga bo'lib qoldi. Bugun nechinchi mart inshaalloh? 21. 22 ga o'tdik. 22 ga o'tdik. Kecha Navro'z bo'lgan, bayram O'zbekistonda alhamdulillah. Hali Madinadamiz. Ramazon oyi alhamdulillah. Shunaqa chiroyli, go'zal soat kechasi 12 Madina Munavvara ko'chalari. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Masjidul Nabaviyni ichida joylashgan kutubxona 24 soat ishlaydi. Kutubxonada asosan fiqh, tarix, dunyoviy, geografiya shu tarixlarga xos bo'lgan kitoblar jamlangan. Kitoblar ajoyib. Albatta bu yerda ijod qaynaydi. Ilm qaynaydi. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Shu yerda kelgandik birinchi bo'lib, alhamdulillah. Hozir Alini kuzatib bordim Istanbulga. Bugun 23-mart. Ali Istanbulga uchib ketyapti, avtobusga joylashtirdim. Mayli. Birin-ketin hamma tark qilyapti. Alhamdulillah. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yerdagi jannat. Jannat bog'chalaridan bir bog'. Payg'ambar alayhisalom aytganlar. Payg'ambar alayhisalom ravzalarimiz. Shunaqa sakinat, alhamdulillah. Bomdod namozi o'qildi hozir. Kirish tarixi ham ajoyib bo'ldi, alhamdulillah.